Eyo, assalomu alaykum. Bugun ayrimlarning fikri bo'yicha yosh bolalar uchun ishlangan serial deyishadi, lekin shaxsan o'zim ko'rganimdan keyin emotional attachment inglizchasiga, o'zbekchasiga emotsionalniy yaqinlikni serial ichiga kirib ketadigan darajada va personajlarni hayoti bilan birga yashaydigan darajada his qila olgan serialim Stranger Things yoki o'zbekchasiga g'alati narsalar deb tarjima qilinadi. Aynan mana shu g'alati narsalarni ko'rganimdan keyin o'zimda his qilgan g'alati hissiyotlarni gapirib bermoqchiman va nimaga ushbu serial shedevr ekanligini va nimaga har bitta odam yoshidan qat'iy nazar ushbu serialni ko'rish kerakligini sabablarini keltirishga harakat qilaman. G'alati narsalar haqida gaplashganimizda serial faqatgina yosh bolalarni qanaqadir maxluqqa qarshi kurashishi haqida emas. To'g'ri, bu serialni elementlaridan bittasi, lekin asosiy fokus unga qaratilmagan. Serialda asosan yoritilgan voqealar rivoji 80-yillarni o'zini ichiga oladi va shaxsan men 80-yillarda tug'ilmaganman. U davrda Amerikada yashamaganman yoki hozir ham tasavvur qila olmayman 80-yilda qo'shiqlarni doim eshitib yurishdi. Lekin serialga shunaqa darajadagi top shedevr retro qo'shiqlar tanlanganki, 80-yillar qo'shiqlari bir haftadan beri qayta eshitib yuribman masalan shu qo'shiqlarni. Lekin men hech qachon retro qo'shiqlarni unaqa katta fanat bo'lmaganman. Ularni eshitib yura oladigan odamman deb ayta olmayman. Men o'sha zamonaviy pop shunaqa qo'shiqlarni eshitaman. Lekin Stranger Things, ya'ni g'alati narsalar shunaqa darajada emotsiya berdiki, men hozir 80-yillar qo'shiqlarini eshitib yuribman oxirgi bir haftada. Qanaqadir izlanishlar qilyapman 80-yillarni vibe haqida, qanaqa bo'lgani haqida. Hozir masalan bizda telefon, noutbuklarimiz bor davrda hamma tomonimiz masalan texnologiyalar bilan to'lganda, lekin serialda 80-yillarda odamlar qanaqa bo'lganini, telefonlarsiz ular qanaqa yashaganini, qanaqa qilib vaqtini o'tkazganini ko'rsatib bergan serial Amerikadagi o'sha 80-yillarda qaysi periodini, vibe'ini. Xullas, agar siz menga o'xshab o'sha 80-yillardan keyin tug'ilgan bo'lsangiz va o'sha davrda yashamagan bo'lib turib nostalgiya hissiyotini tuymoqchi bo'lsangiz, g'alati narsalar aynan siz uchun. Keyingi serialni ko'rishimiz shart bo'lgan sabablardan bittasi bu serialdagi do'stlik. To'g'ri, do'stlik haqida har xil serial, kinolarni biz uchratishimiz mumkin. Lekin g'alati narsalarda serialda 4 ta maktabidagi o'sha nerdlardan tuzilgan bolalar o'rtasida asosiy voqealar rivoji bo'ladi. Nerdlar o'sha qanaqadir bitta sohada yoki fanda juda ham kuchli bilimga ega bo'lgan bolalar. Va har bitta o'sha 4 ta bolani do'stligi o'rtasida bo'ladigan o'sha voqealar rivoji ham komedik, ham o'ziga yarasha sizni tortib keta oladigan darajada hissiyotlar bera oladi. G'alati narsalarda ham aynan shu narsa ko'rsatilgan. Ya'ni 4 ta bola maktabiga boradi, keladi, D&D degan o'yini bo'ladi ularning, o'zini o'sha maktabdan tashqari o'ynaydigan o'yini. Velikda ko'chada aylanishadi, o'zini shahrida D&D'sini o'ynashadi, maktabdan tashqari darsini qilishadi. Ya'ni o'zimni maktab davrimga qaytib qolgandek his qildimda ushbu serialdan keyin. Men 10-11 sinf haqida gapirmayman. 5-6 sinfda ichingizdan o'tadigan hissiyotlar bor-ku, ya'ni hech qanaqa ishingiz yo'q, tashvishingiz yo'q, muammolaringiz yo'q. 5-6 sinfdasiz, maktabdan tashqari nimadir bilan shug'ullanishingiz kerak. Sinfdoshlaringiz ham xuddi shunaqa, do'stlaringiz ham futbol o'ynaysiz, boshqa. Masalan, men shaxsan futbol o'ynardik. Endi g'alati narsalarda ular D&D o'ynashadi. Ya'ni do'stlik haqida ishlangan eng zo'r seriallardan bittasi deb ayta olaman. Haqiqatdan meni shaxsan o'zimni o'sha hozir 21 ga kirgan bo'lsam, maktab davrimni qaysidir ma'noda eslatdi shu davr. Masalan, universitetda o'qiyman hozir. Maktab davridagi hissiyotlarni siz universitetdan topa olmaysiz. Men o'ylayman, ertaga ishga joylashadigan bo'lsam, qanaqadir ishda ham bu hissiyotlarni topa olmayman. Lekin maktabdagi davr sho'xlik, samimiyatlik, o'sha hissiyotlarni aynan g'alati narsalar bera oladi-da sizga. Yoshligingizga qaytib kelasiz. Masalan, 4 kunda shu serialni tugatgan bo'lsam, haqiqatdan shedevr his qildim o'zimni. Shedevr, nostalgik hissiyot his qildim va o'zimni u bolalar o'rniga qo'ydim. Sinfdoshlarimni esladim.
ko'zimga ozgina bo'lsa ham yosh keldi, yig'lagim keldi ushbu serialni ko'rish davomida. Nimaga? Aynan o'zimni yoshligimni ko'rgandek bo'ldimda, aynan g'alati narsalarni ko'rganda. Shuning uchun Stranger Things, ya'ni g'alati narsalarni ko'rishingiz shart. Keyingi sabab, ushbu serialni ko'rishingizga keyingi sabab bu ko'p mana shunaqa seriallarda, fantastika aralashgan seriallarda odam faktori unaqa chuqur yoritilmaydi. Ya'ni odam hissiyotlari boshqa, asosan o'sha super qobiliyat shunaqa narsalar haqida, lekin g'alati narsalar unaqa ish qilmagan. Ular teskarisini qilishgan. Ular asosan odam hissiyotlarini ko'rsatib bera olishganda va serial masalan 5 ta fasldan iborat bo'ladigan bo'lsa, siz o'sha personajlarni katta bo'lishini ko'rasizda. Masalan, siz ular bilan birga katta bo'lasiz. D&D o'ynaydigan oddiy samimiy bolalardan o'sha jasoratli, mas'uliyatli katta yigitlarga aylanishadi-da ular. Ularning ichki hissiyotlariga kirib chiqasiz va eng muhimi, asosiy rolda bo'lmasa ham boshqa personajlarni yaxshi ko'rasiz. Masalan, siz birinchi faslda yomon ko'rgan personajingiz fasllar davomida o'zini anglab yetib, sizni 5-faslga kelib turib eng yaxshi ko'rgan personajingizga aylanishi mumkin-da. O'zimda ham shunaqa bo'ldi. Masalan, g'alati narsalarni ko'rishda birinchi faslda ko'rib, bu demak oxirigacha shunaqa yomon bo'lib qolib ketadi, yovuz personaj bo'lsa kerak deb o'ylagandim. Yo'q, birinchi fasldan sekin o'zini rivojlantirib keldida o'sha personaj. Bu 5-faslga kelib yoqimtoy bir favorite deydi-yu, siz eng yoqtirgan personajingizga aylanib qolish mumkin. Menda ham o'zimda ham xuddi shunaqa narsa bo'ldi. Va personajlar bizning real hayotimizga juda ham yaqin. Men o'sha tepada ham aytdim. O'zim ichiga kirib chiqdim dedim-ku. Bekorga emas-da, chunki serialda personajlar juda ham real hayotimizdagiga o'xshash qilib ko'rsatilgan. Ya'ni aytganimdek, bolalar katta bo'lish davrida siz o'zingizni ko'rasiz-da, xuddi siz ham katta bo'lgandek bo'lasiz. Maktab davrida o'sha hech nimani o'ylamaydigan bolalardan o'sha mas'uliyatli ish topish, kimdir ish topish dardida bo'ladi, kimdir universitetga kirish dardida bo'ladi. Ya'ni o'zingizni qolgan umringizni o'zingiz yaxshi ko'rgan ish bilan o'tkazishingiz kerak va serialda ham shu narsa ko'rsatilgan. Ya'ni va eng muhim faktor bu ko'pchilikda maktabni bitirganidan keyin aniq maqsad bo'lmaydi kim bo'lishi haqida, nima sohani tanlash haqida va bu narsa ham serialda ko'rsatilgan. Ya'ni shunaqa personajlar borki, o'zini maqsadini topishga harakat qiladida, har xil sohalarda o'zini sinab ko'radi. Xuddi hayotimizdagi kabi. Hammamizda ham maktab bitirib maqsadimiz aniq bo'lmagan va g'alati narsalar bizga aynan shu hissiyotni yana bir marta berdi. Ya'ni men o'zim shaxsan hozir his qilayotgan hissiyotimni g'alati narsalarda ko'ra oldim va shuning uchun ham emotsiya juda ham kuchli emotsiya ola oldim aynan g'alati narsalardan. Hissiyotlar bu odamni tark etmaydigan narsada va g'alati narsalarda ham aynan odamning hissiyotlari ustiga qurilgan serial. Odamning ichki hissiyotlariga siz kirib chiqqaningizdan keyin uni qanchalik to'g'ri noto'g'ri yoki yaxshi yomonligini bilib olsangiz bo'ladi-da. G'alati narsalarda ham aynan siz serialni ko'rar ekansiz, ko'p personajlarning o'zini o'tmishini qo'yib yormasligini uchratasizda. Ya'ni vaqt o'tgan sari odamlar o'zgaradi, ulardagi o'sha jahl, kulish, kuldirish yoki tragedik holat, har xil o'sha hissiyotlardan iborat bo'lgan odam borki, hammani o'zini har xil hissiyotlar jamlanmasi bo'ladi-da. Va serialda ko'rsatilgan muhim faktorlardan bittasi bu o'tmishni qo'yib yubora olmaslik hissiyotida. To'g'risi, masalan, tan olish kerak, uxlashdan oldin hammamizda bo'ladi-ku, qaysidir o'tmishda qilgan xatoyimizni eslaymiz. Aslida bunaqa qilganimda bunaqa bo'lgan bo'lardi yoki o'sha paytda xato qilganman degan o'tmish qo'yib olmaslik hissiyoti bo'ladi-ku. Stranger Things ham xuddi shu narsani ko'rsatadi. Ya'ni o'sha yovuz qilib ko'rsatilgan maxluq yoki personaj ham aynan ko'p yaxshi o'sha aybsiz bo'lgan odamlarni o'tmishi bilan hujum qiladiki, o'sha o'tmishidagi xatolarni o'ziga ko'rsatadi va shu orqali ularni o'ldirishga harakat qiladi. Shundan ham bilsak bo'ladiki, agar biz o'tmishdagi o'sha xatolarimizni qo'yib yormaydigan bo'lsak, ularni let go deydi-ku, bo'ldi,
o'tgan ish o'tib ketdi, uni o'zgartira olmaysan. Shu narsani bo'l, o'z holicha qo'y degan narsani serial yetkazmoqchi bo'ladida. Va shundan ham bilsak bo'ladiki, men haqiqatdan mana shu joyda ham maza qilganim, hamma ham o'tmishini qo'yavera olmaydi. Men o'zim ham shunaqaman. Ba'zan o'tmishda qilgan xatolarim, hissiyotlarim uxlashdan oldin miyamga kelib ba'zida uyqu bermaydi. Va Stranger Things shu narsani menga bera oldi. Ya'ni qo'yib yuborishing kerak nozim. Bo'ldi, o'tgan ish o'tib ketdi degan narsani serial bera oldi va shu uchun ham men serialni ko'rib bo'lganimdan keyin o'sha o'zimda haqiqatan emotsionalniy bir uzilish his qildimki, serial tugab qoldi endi. Bunaqa shedevr boshqa ko'ra olmayman degan narsa bo'ldi. Nima hech qanaqa spoilerlarsiz, hech qanaqa Instagramda yoki TikTok, yoki YouTube'da spoilerlar qilmadim. Ularni qidirmadim, serialni qidirmadim-da, bitta o'tirishda serial to'liq tugatib, keyin qidirishni boshlaganimdan keyin wow dedim. Haqiqiy shedevr ko'ribman deb o'zimni emotsionalniy hissiyotni his qildim. Bugun bilaman ko'p hissiyotlar haqida gapirdim, lekin ishoninglar, agar Stranger Things ko'rmagan bo'lsanglar, ya'ni g'alati narsalarni o'zbekchasi ham bor, inglizchasi ham bor, ruschasi ham bor. Ko'ringlar, tavsiya qilaman. Yoshinglardan qat'iy nazar 20 mi, 15 mi, 10 mi farqi yo'q. Kim necha yoshda ko'rsa har xil ma'no oladi va bu bugungi video aynan men o'zim olgan ma'no va mazmunlar edi bu serial haqida. O'ylayman sizlarga yoqdi. Agar qanaqadir katta kamchilikni topgan bo'lsanglar, albatta yozib qoldiringlar. Men tanqidlarga tayyorman, agar o'rinli tanqidlar bo'ladigan bo'lsa, va obuna bo'lib like bosib qo'ysanglar, xursand bo'lardim. Meni qo'llab-quvvatlagan bo'lasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'linglar. Xayr.